Shahramon tumani Hoji ota mahallada navbatchi xonadonimizga keldik. Bu xonadonimizda 208 sotuv, 5 ta xona, 3 ta sanuzel. Ko'rishingiz mumkin, mana ko'chalar keng, asfalt qilingan. Bu xonadonimiz tupikda joylashgan. Egalariga pul zarur bo'lgani uchun narxini 123 ming so'ralyapti. Ko'ringlar, hozir ichkarini obzor qilib bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, ko'rishimiz. Bu bemalol 3 ta mashina sig'adi. Yozgi oshxona qilib joy qilingan, hammasi tayyor. Bu yerda mana zona qilib archalar ekilgan. Darvozamiz ham kattagina. Bu uyimizga bu yerdan ham kirsa bo'ladi, pastdan ham tushsa bo'ladi. Bu yerga ham stol qo'yib o'tirsa bo'ladi. Bizda ko'rishimiz. Bitta xona. Bu yerda bizda sanuzel. Bizda spalni. Detskiy qo'ysanglar bo'ladi, xohlasanglar. Bu yerda bizda yana bitta xona. Bu yoqni zal qo'ysanglar bo'ladi, lekin pastda ham kattagina zalimiz bor. Bu yerda bizda oshxona. Oshxonamiz ham kattagina. Bu bizda ikkinchi sanuzel. Bu yerda yana bitta xonamiz bizda. Bu yoqni rotatsiya spalni qo'ysalar bo'ladi. Va bizda bu zal. Zal ko'rayotgan bo'lsangiz, kattagina. Bu shuna havolanishga joy qoldirilgan. Katta lustrilangan. Bu yerda mana stol qo'yib, ancha mehmonlar sig'dirsa bo'ladi. Bu yerda bizda ko'chaylik.